Bo'ldi, akamlarning ishi bitta o'zi so'raymiz. Aka, bo'ldimi, ish bitdimi? Xo'p, qayerdan keldingiz akajon? Surxondaryodan. Bu adashmasam 4-mashinangiz. To'g'rimi? Aka bitta savol beraman. Yangi yildan buyog'iga 4-si. Aka bitta savol beraman. Nima uchun aynan Premier Avtocity'ni tanlagansiz? Foizi kam, gapirgan gaplar hammasi to'g'ri. To'g'ri keladi, to'g'rimi? Aka, dili interes, masalan, arzon deysiz, foizi kam deyapsiz-ku. Boshqa joylarda ham bir aylanib ko'rdingizmi? Boshida bir aylanib ko'rdim. Boshida aylanib. Undan keyin aka, umid sog' bo'lsin. Otajon, siz nima deysiz ko'rib yurtdoshlarga? Yangi mashina qulluq bo'lsin endi. Mashina minib maza qilib. Umringiz sog' bo'lsin. Nima deysiz otajon? Alay bo'lsin, sog' bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarga mininglar aka. Xudo xolasa 5-chi, 6-chi, 7-sini ham biz qilib beraveramiz aka. Labay otajon. Aksiyaga qo'shinglar bizga bo'yin. Aksiyagami? Qo'shiladi, bo'ldi, tamom. Otajon, yaxshi kun. Aka, любой время keling. O'yinimiz ishtirokchisiz aka. Tamom akajon. Yaxshi kunlarga mininglar. Xo'p. Xo'p akajon, salomat bo'ling. Yana bitta xabar akalar. Premier Avtocity'da nima mashina olishingizdan ham qat'iy nazar, xudo xolasa mana shunaqa o'yinlar, mana shunaqa sovg'alar ishtirokchisiga aylanasiz. Ya'ni har kuni kechki payt o'yin bo'ladi. 10 ta sotiladimi, 15 ta sotiladimi, 20 ta sotiladimi? O'sha hamma klientlarimiz birga bo'lib kechki payt o'yin qilamiz o'rtoqlar. Hammanglarni Premier Avtocity'da kutib qolamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat.